Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? Hali telefon qilganingizda meni vaqtim bo'lmadi gaplashgani. Hech xijolat bo'lmang, Ha, endi vaqtga qarab bu. ha. Shunga telefon qilib turdim. O'zingizlar yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat olyapmiz. Nima bo'lyapti bu? Bo'lyaptimi? Yaxshi bo'ldimi deb hali ham odamlarni aldab yuribdilarmi? U amaki? Ha, endi o'sha haligi buni xatti-harakatini bugun ichki ishlar soyasi ko'ryapti. Unaqa chuqurlashtirib o'rganmayapti. Sababi shu sudlarda ham biz aytyapmiz. Bu sudda o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatib shunaqa menga 1 milliard va ma'naviy zarar undirib berishingizni so'rayman dedi sudyaga. Endi haligi yengil pul topadigan odam yengil keladigan ko'p pulni yaxshi ko'radi-da. Gapirmang. Endi hozir ma'naviy zarar deyapti-yu, lekin ma'naviy emas, unga biz moddiy zarar yetkazdirdik. Sababi o'sha aldanib kelyap turgan odamlarni to'xtatib qo'ydik bir muddat. To'xtab Yana qoldi. bor sotdim odamlar endi men Toshkentdaman-da. Birinchi chiqqanda meni bir 3 oy oyog'im tizzam og'ridi. Internetda birinchi chiqqanda qiziqib bordim-da. O'shanda borib, ishonasizmi, borganimga o'zim nafratlandim. O'sha odamga borganimga. Endi men tabib bo'lsa kerak, qanaqadir qo'lida bir nuri anaqa nima deydi? Qanaqa endi Alloh tarafdan yuqtirgan anaqasi bor ekan deb o'yladim-da. Voy, ham o'zi bordi, ikkita o'g'lim, xo'jayinim bizi bordi. Qaytanga o'sha yerga pulni sarflab keldik. Endi yo'lkirani bilasiz. O'zingizni mashinangizda borsa ham o'sha yerda bir kecha yotdik, 2 marta kiramiz deb ovqat yedik, ichdik, bir tilla foydasi yo'q. Shunaqa bo'lyapti. Endi o'sha reklamalarga ishonib kelib qolyapti odamlar. Keyin bitta kishi Tolib degan endi anaqa oyoq bashi yurolmaydigan bechora u kishi ham anaqa uyda yurib ketaman deb o'ylab oyog'ini sindirib qo'ygan, u yurolmaydigan kishi ham. Bizani polniy syomkalari bor edi o'sha. Bering, Telegramdan tashlab bering agar nima bo'lsa. O'shani aytaman deb, lekin vahshiy bu odamga umuman ishonch yo'q bor-ku. Yo'q, aniq shunaqa. Endi buni reklamalarda qo'yilib tashlayapti, kasal odamlar ishonib qolyapti-da. Bucha odamni bilasizmi, libo odamga ishonch bersa, qo'rqqandan ham og'rimayapti deb boradi-yu. O'shanaqa bo'lyapti. Ta'kidlab tasdiqlab qo'yapti. qolyapti. Lekin menga aytdi, og'riq bormi degan. Men hech qanaqa og'riq o'tmadi, o'zgarish ham bo'lmadi dedim. Men nagli yuziga aytganman. Biz endi Toshkentdan borganimiz uchun menga unaqa bizga unaqa majburlab anaqa gapiring deb anaqa qila olmadi-da. Yo'q, endi u gapirishlikda o'zi ayrim o'sha haligi ta'sir o'tib qolgan odamlarga jinday bo'lsa ham shu o'zgarish bo'lib qolgan bo'lsa gapirtirib olyapti, lekin u o'zgarish davomli bo'lmaydi. O'sha mutaxassislar ham aytyapti u narsani. O'sha yerda ozgina havo o'zgarishligi bilan yoki o'sha yerda haligi atmosferani bosimi bilan ozgina o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin dard davo topmaydi undan. Bilmayman. Bu menimcha tepasida bir turgan odami, mo'shni odam turib shekilli menga amal qiladigan. Endi o'shanga biz hayron qolyapmiz-da, sababi buni qilib turgan xatti-harakatini oddiy odamlar ham firibgarligini bilib turibdi. Boshqa bir gaplashsangiz, masalan, o'sha ichki ishlarda rahbarlari ham, boshqalari ham firibgar nima qilaylik? Firibgar deydi, lekin O'zbekistonda qonunni kuchaytmas ekan bunga. Qonun yo'q ekan bunga jazo beradigan. Qonun qabul qilmagan ekan bunaqa holatlarga deb endi shuna deb sekin yengilgina tashqariga chiqib olyapti. Nimaga? Buni xatti-harakatiga qonunlarimiz juda yaxshi kuch yetadi. O'sha qonunlarni ishlatishlikni xohlamayapti ularda. Shu bular kuchi bu Toshkentdachi ko'plarcha bular rosa qotishadi. Nima bo'lyapti? Og'riq yo'qmi deb qo'yishadi. Ya buni ne только Toshkentda, butun O'zbekiston, o'zbek tilini tushunadigan odamlar hozir mazza qilyapti-da buni. Ha, kulyapti ustidan lekin. Bitta bloger ham borib keldi-yu, gapirdi. Hech qanaqa o'zgarish, butun anaqaga gapirdi. Haligi Jasmin uka, Jasjan ukasi. Jasjan ukasi oyog'i nima bo'ldi? Uni ham keyin chaqirishib shantaj qilishdi-yu. Yo'q. Uni ham chaqirishib reklama bor deb $1000 pul tashlab berib,
bir chekkaga olib borib o'sha uni ham ichki ishlarga nima qilishib sudga olib kirishib boshqa qilishdi-yu, boshqa ayblamani. U odamga menimcha endi uni odamni tepadan ketsa, men просто bitta narsaga sizga o'shanda telefon qilib, menga u pulim ketgani, bu anaqasi, menga anaqasi yo'q. Odamlar просто aldanib, qiynalgan odamlar o'sha yerga uzoq yo'lga расход qilib, endi umid bilan boryapti-da, hech qanaqa foyda yo'q. Odamlar hozir bir so'm pul topish osonmas, aka. O'shanaqa. Endi men bitta narsaga hayron qolyapman-da, singil. Mana shu yerga kelib aldanib ketyapti odamlar. Mana biz o'sha buni tushuntirganimizdan keyin ham kelib ketyapti turganlar aldanib ketib, aldanganligini o'zi bilib turib, hech bo'lmasa bunday telefon qilib yoki video qilib, biz o'sha ogohlantirishga qaramasdan boruvdik. Lekin hech qanaqangi natija yo'q, ishonmanglar deyishlikka ham boshqa odamlarda aldanmasligi uchun shunday savob bo'ladi. Biz aldandik. Shuncha imomlarning gapiga kirmasdan ham, boshqa qilmasdan ham bordik demayapti-da o'sha odamlar. Gapirmay, lekin bilmadim, bu odamni ketmaguncha uncha odam to'xtata olmasa kerak deb o'yladim yana. Yo, mayli endi qarasam hali ham chiqyapti-da, yengani qiladi. Endi o'sha bir 3-4 oy bu o'sha haligi dekabr oyidan keyin, o'sha dekabr oylaridan keyin to mana shu kunlargacha juda odami kamayib ketgan edi. Endi ko'payib qoldi? Yana sekin hozir bir necha foizga desam bo'ladi? Bir 20% tiklandi-da hozir yana. Yo, bu Rossiyalarga, Qozog'istonlarga qanaqa boryapti? Odamlar o'ta ishonyapti bunga. Endi menga qarang, buni hamma joyda, o'sha Ozarbayjonda ham, boshqada ham o'zini yaqin odamlari bor, reklama qilib beradigan. O'sha birovlarni bor mana tuzatadi deb jo'natadigan. O'zimiz O'zbekistonda ham hamma joyda bor buni o'sha tarafdorlari-da. Odam jo'natib turadiganlar bor, o'sha tuzuk qiladi, men tuzuk bo'lganman, palonchi tuzuk bo'lgan deyshadi-da. Shunaqasidan lekin biz borganimda hali unaqa axranalar yo'q edi. Endi chiqqan payt edi bu. Bizani tarafda gapirmaydigan odamni gapirtirib, bir nimalar qildi-yu. Bu odamga harakat qilgansa, ozgina harakat qilsa tovush chiqadi-yu. O'sha haligi nima Surxondaryolik bola ham onasi chiqib gapirdi o'sha birinchi videolarda. Biz shunaqa qilib aldanib kelganmiz. O'g'lim o'sha yerda Alloh deydi desa, Alloh deb keyin hali men bilan gaplashganda ham shunday gap gapirdi, ko'rdingiz o'sha bola? Ko'rdim. Shunaqa endi shuna bo'laveradi. Uni endi haligi nima desam bo'ladi, bu kelib turgan kasallarimiz, bechoralar buni hali bittamda ko'rgan, nima qilganda tuzuk qilib qo'yapti deb o'ylab yugurib kelishyapti-da. Yana bechoralar doktorga shuncha pul ishlatsa, bunga kelib bunaqa aldansa, sho'ring qurgurlarga ham javurdi. Shunaqa bo'lyapti-da. O'shanga biz ham haligi o'zimiz shayda bo'lib turib, bir musulmon sifatida iymonimiz tik qo'ymayapti-da. Buni harakatini odamlarni ogohlantiraylik. Ertaga bir Allohning oldida ham hisobdor bo'lib qolamiz. Bugun internetga chiqib bir gapirishlik imkoniyatimiz bor, imkoniyatimiz yo'q bo'lgan kuni o'sha mas'uliyat bizning yelkamizdan olinadi. Hozir imkoniyatimiz bor ekan. Bu kim bo'lganda ham, orqasida turgan odami kim bo'lganda ham, kimlar buni harakatiga e'tibor bermay turganda ham bir musulmon sifatida bir gapiryapmiz. Buni ajrini Alloh beradi. Boshqa narsadan umidimiz yo'q. Ha, to'g'ri. Qaysi bir odam ishonadi, qaysi bir odam ishonmaydi. Yo'q, endi u ishonmay kelib ketyapti turgan odamlar bor-ku, mayli o'zi keyin borib afsuslanadi baribir. Har qanday masalan, mana men bu odamni o'sha ilgaridan bilamiz buni, endi shu yerda odamimiz. Bu bugungi bu aksi o'zi o'tarchi kishi. O'zi firibgarligini biz bugundan bilmaymiz-da. Bugun bilib turganimiz yo'q-da, buni ilgaridan bilamiz buni firibgarligini. Eski firibgar. Endi mayli opa, endi bitta bizga hali ta'sir qilyapti turgan yeri odamlarimiz biz o'sha to'liqligicha buni ochiqlab bera olmaganligimizga kelib turibdi-da. Bu o'sha buni orqasida himoya qilib turgan odamlar buni harakati mana oddiy misol, bugun shu reklama tarqatishligi ham bugungi qonunlarimizga shu chiqib olib mana shu reklamada shu reklama tarqatyapti turganligi ham o'zi qonunlarimizga zid javobgarlikka sabab bo'ladi. Lekin jim ko'zini yumyapti. Endi mana kechagi haligi Qoraqalpoqlik akani gapini ko'rgan bo'lsangiz, Qo'qon shahar hokimi o'zi o'sha ochilish marosimida o'sha bayroqni ko'tarishligida kelib o'sha yerda ma'ruzalar qilib ketgan ekan. Yo'q. Ana o'sha hozir mana bitta opa chiqdi, undan oldingi videoni ko'ring. Qoraqalpoqlik nogironda telefonni kim tortib oldi qo'lidan.
o'sha videoga anchadan beri zerikib ko'rmayapti bundan o'sha. yo o'sha hozir menikida o'sha bitta qoraqalpoqlik aka o'sha kuni o'sha yerda bo'lgan, video qilib o'tirgan bo'lgan, mahallani raisi kelib, qo'lidan telefonni tortib olib, udalik qilib tashlagan videolarini. Yo'q, hozir yomon anaqa bo'lib ketibdi-yu, odamlar oldin biz borganda bunaqa zo'ravon emas edi. Odamni shu darajada ko'paydiki, endi siz tasavvur qila olmaysiz-da, o'sha yerda mashinalarda yotib uxladingiz endi odami shunaqaki, bir kunda o'sha oxirgi paytda bir kunda 1000 ta odamni bir joyda ushlaydigan nimani sxemani yo'lga qo'yib olgan ekanda bular. 1000 ta kasal bir kunda o'sha yerda turish kerak. Birovda masalan odam kam bo'ladigan bo'lsa 10 kun olasiz, bir hafta olasiz, 3 kun olasiz deb olib qolishlikka, ko'payib ketsa 3 kun dam olib kelasiz, bir hafta dam olib kelasiz deb jo'natishlikka mana shunaqa narsani rejasini qilganda bular. Endi o'sha hozir bitta narsa, lekin o'sha har bir kelib ketyapti turgan o'sha o'ziniki emas odamlar o'sha yerda kelib ketib shu narsaga ishonib kelib ketib o'sha yo'lda azobini tortgani, boshqasi ichida o'tiribdi, shu bekor borgan ekanmiz deb uyalib o'tiribdi. Endi hozir chiqib men aldandim, boshqasi aldanmasin, mana men gapiraman deb gapiradigan bir o'sha men qilib keldim shu ishni, boshqa odam qilmasin deydigan odamlar bunday qilib o'zini o'ylayapti-da odamlar, boshqa odamlar aldanmasin, menga o'xshab qiynalmasin demayapti. O'shanisi endi bir xil endi sizni topib chiqa olmaydi-da. Men ham sizni Facebookda ko'rib sizga голосовой yozdim. Ha, rahmat. Endi mana shu aytayapman-ku, mana shu hozir men siz ikkalamizning suhbatimizdan shu bitta odam ham to'xtab qolsa, shunga Alloh ajr beradi. Voy, men anaqa qilmayman, xo'jayinimga ham aytdim. Ada sizni mana shunaqa bloger anaqa qilyapsizlar, sizni ko'rsatardim-da anaqa. Ko'rsatganimki, ana kuni dedim, javob yozmadilar, keyin u odam mana shunaqa telefon, mana shunaqa yozib yuboribdilar, mana shu telefonga qiling deb. Hech o'zim bilan o'zim bo'ldimda, nabaralarga qarab, ana bemalol gaplashish kerak odam. Albatta. Endi shunaqa deb aytdim, endi o'tirarlarda bular ham kuladilar, endi nima deysan unaqa odamlarni deydilar, endi vashi odamga ishonib boraveradi. Yo, endi bitta narsa, endi kasallarimizni ham to'g'ri tushunish kerak. Endi o'sha haligi cho'kib turgan odamda oldiga o'sha cho'p tashlashlikni, o'sha xas tashlashlikni bilyapti-da bu hozir. Mana hozir ko'ryapsiz, reklamasida bitta seansda sahrni tuzatib qo'ydim deyapti. Bitta seansda haligi o'ris xotin o'pxil so'rilib ketdi deyapti. Agar menga qarang, nimaga bu shunchalik agar odamlarni mo'jizaviy davolab qo'ygan bo'lsa, O'zbekiston hukumatı buni davraga olib chiqib bizga ko'rsatmayapti. Mana bu yerda biz O'zbekistonimizda shunaqa odam chiqdi deb prezidentga ko'rsatmayapti. Qo'qon hokimi prezidentga ko'rsatmayapti. Mana meni joyimda odamlarni shunday salab davolaydigan fuqarom bor meni. Bunga bunaqangi sharoit qilib beraylik. O'zbekistonda meditsinasini prezident dod deb yotibdi 90 kunda o'ngla debdi. Dastlabki vaqtda kasalni aniqla deyapti. Uni shuncha ovora qilib, mana buncha ishchi o'rin yarat deyapti, buncha ishchi o'rin qo'yish deyapti. O'shalarni qo'shmasdan, byudjetimizning pulini yo'qotmasdan o'sha odamni qo'yib bersin, bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha hammani davolaydigan shunday qilganda nima qiladi u? Byudjet pulini sarflab bu yerda davlatni qiynamasdan-da prezident ham. Ko'rib turibdi, hamma ko'rib turibdi buni xatti-harakatini-da. Qo'qon hokimi nimaga shuni olib chiqmayapti? Endi kim biladi bu nima? Bu yolg'onligini Marifxon Usmonovda o'zi ham yaxshi bo'ladi. O'sha Qo'qon prokurorini o'zi ham yaxshi bo'ladi. Qo'qon ichki ishlar rahbari, o'sha Farg'ona viloyati 2-mintaqa rahbari, uni Farg'ona viloyatining hokimi bor, Namangandan kelgan. U ham biladi. Keyin o Toshkentdan kelgan bitta kitobxonamiz bor, ichki ishlar boshlig'i. O'sha ham biladi. O'sha viloyatda prokurori bor, nima o'rnatadigan. Mana qangi muqobil energiya qo'yadigan, mana quyosh paneli o'rnatadigan viloyat prokurorimiz bor. O'sha ham biladi. Nimaga prezidentga ko'rsatdi, mana kelgan vaqtida mana bu tabibimiz bor, bizni hammani shunday sloganda rakni yo'qotib yuboryapti deydi. Demaydi. Biza bu ana tabiblarga anaqa chiqarib berdi-yu, bu tabiblikni soya o'ziga anaqa qilib oldi-da. Yo'q, bu tabiblikni hech qayerdan ro'yxatdan o'tmagan bu. Nima o'tmagan bo'lsa hech kim indamayapti. Ya, u bitta nodavlat tashkiloti MTJdan a'zolik guvohnomasini olgan, unga davolashlik ruxsatini bermaydi u hujjatlari. Bir gaplasangiz men tabobatga kirmaydi meniki deydi, lekin O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasidan rasmiy ro'yxatdan o'tgan deb hammani aldaydi. Tabobatga kirmasa nima qilib yuribdi u o'sha tabiblikka a'zo bo'lib?
endi buni shu menimcha shu tepada bitta baquvvatroq odam bunga kirish qiladi-da. O'shanaqa bo'lyapti. Endi hozir 14-kuni sudimiz. Oxirgi so'z. O'sha ana muzokara so'zida menga 1 milliard ma'naviy zarar keltirdi bu Ismoilov Yo'lchiboy. Shuni qo'yib berishingizni so'rayman dedi. Endi aslida biz unga ma'naviy zarar yetkazganimiz yo'q. Nimagaki har kuni internetda o'shandan beri bir ma'naviy haligi zarar ko'rgan odamga o'xshamaydi. Bunga biz moddiy zarar ko'rsatdik bunga. Sababi shu oqib kelib turgan pulini to'xtatib qo'ydik. To'g'ri. Lekin uni sudya ham agar to'g'ri baholaydigan bo'lsa, bunga ma'naviy zarar biz yetkazdirganimiz yo'q. Buni ma'naviyati yo'q-ku. Ma'naviyati bor odam birovni aldaydimi? Gapirmang. Bitta qo'yi bilan o'tib ketdimi, olib yo'qmi deb qo'yadi. Endi u ishmasda aytaman. Qani o'sha katta Farg'onani mas'ullari, eng kattalaridan tortib to o'sha atrofida yurgan, o'sha hududida o'sha xalq xizmatini qilyapti turgan, o'sha xalq xizmatini bo'yniga olgan, mana shunaqa odamlarni aldaydiganlarni jazosini beradiganlar qani o'shalar? Qani prezidentga ishonasizmi, aka qiynalib sizdan bilasiz, sizni og'riq yomonligini. O'shani bilmayman, 3 oy sizdan og'ridi. Keyin boshqa lecheniya qilib tuzaldim va bordim. O'zi qiynalib uzoq yo'lga bilasiz, buklanganda og'riydi. Keyin borishdan oldin uni reklamasidagi telefonlariga telefon qilganmisizlar? Qilganman, o'zi bilan gaplashganman. Nima degani o'zi? Keling degan, mana shunaqa tizam og'riyapti. Unda yangi chiqqan payti edi bu. 2022-yil borganman, yangi chiqqan payti edi bu. Keyin o'zi borib kelgan o'zidan keyin rosa kulganmiz kelayotganda va hozir mashina ekanmiz, rosa kulib kelganmiz. Pulim havoga uchib ketdi. 1,5 million pulim ketgan, 2 yil oldin borib. Endi shunaqa hamma o'sha ayniqsa o'sha hali nogironlar pensiyasini jamg'arib, mana shu narsalar. Endi bu pul ham misol topish oson emas hozir, bilasiz, mehnat qilsangiz topasiz bu pulni ham. Endi o'shanaqangi qilib yig'ib odamlarni shu yerda pulini yiqqanidan bilmayman. Bugun shu jin turganlar qanaqadir manfaatdormi bu yerda? Menga bilasizmi nima degan keyin? Nima degan? Anaqa degan, sizgidek eskicha ekan, sizni odamlaringiz bor degan. Astag'firulloh degan. Yo'q, o'zi shunaqa, hozir oddiy misol mana odamlar kimda bo'ladi? Folbinda bo'ladi odamlarda bilsangiz. Boshqa odamda menga shunaqa degan, odamlaringiz deydi, rosa kuchli ekan deydi. Meni shogirdim bo'lasiz deydi menga. Keyin xo'jayin bilan qopganmiz bizlar. Yo'q, endi o'sha haligi odamlardan nafratlanaman o'zi boru. Endi o'sha folbinlarda endi odam deganda o'sha jinlar nazarda tutiladi. Jinlaringiz bor ekan deyapti. Endi u narsa oddiy misol har bitta o'sha odamda agar bir kishini o'sha jin yo'liga tiqib bersa, bu o'sha uni jinlarini quvvati yana ham ortadi-da, bunga xizmat qilyapti turgan. Bu o'zi haqiqatdan ham folbin. Mana hozir bundan oldingi suhbatimizda Qo'qonlik onani ovozini eshitdik. O'sha ona sizdan hozir bundan oldingi yarim soat burun qo'ygan videomizda Qo'qonlik ona uni otasi kim bo'lgan, onasi kim bo'lgan, o'sha bir rahbar bo'lgan ekan ilgari, o'sha uni otasini oldiga ham olib borgan ekan shopiri, bu Iqbolni o'zini oldiga ham borib kelgan ekan 2 marta, keyin onasini oldiga ham kirgizdirishgan ekan. Unga ham o'sha odamlaringiz bor, bo'yningizga olishingiz kerak. Bunday degan narsalarni qilib, hatto bo'yniga ham oldirgan ekan uni. Yo'q. O'shanga rahmat telefon qilganingiz uchun. Ko'pchilik o'sha aldanib ketib ham, ezilib, qiynalib ham telefon qilmayapti. Menga o'xshab odamlar qiynalmasin, aldanmasin deyishlikka ham yaramayapti-da. Hatto o'sha kasal bo'lib turib. Bilasizmi nimaga o'zi qilishmayapti? Siz joningizni beryapsiz, uni tepada o'tirgan odamlari bor-ku, yo'q bo'lmayapti-ku. Bu yo'q bo'lmay reklamani qo'yyapti yurasa. Endi bitta narsada qarangda, hozir bitta meni o'zim gapiraversam qo'yaveradi-da u. Mana ko'rdingizmi? O'tgan safar o'sha haligi biz boshlagan paytimizda juda ko'p qiynalgan odamlar, 100 dan oshiq odamlarning ovozini qo'ydik agar ko'rib yurgan bo'lsangiz. Bilaman. O'sha paytda buni harakati to'xtadi-da. Endi hop o'sha qiynalib ketibdi, aldanibdi, mablag'iga tushibdi. Mana o'sha sizlar borib kelgan paytlaringda uni abror muxtorlar bizni xalqimizni ogohlantirgan yo'q edi. Endi ogohlantirdi, bormagin iymoningdan ayrilasan debdi. To'g'ri. Siz quloq
topolmayapti odamlar. Ha, o'shanga ham endi uni dard qo'ymayapti-da u bechoralarda. Dard Yo, qo'ymayapti. bilasizmi nima? Men sizga sababini aytaman. Ha. Buni sababi aka. Buni reklamasi chiqib yotibdi-yu, hech kim buni to'xtata olmayapti. Ha. Bu shunaqa kuchli odam orqadan buni ko'ra olmayotgan dushmanlar yomonlik qilyapti deb bu naprinskiy boryapti-da, tushundingizmi? Endi bo'pti, o'sha naprinskiy boryapti ekan, o'sha biz shunaqa degan fikr bilan, ha, o'sha lekin bir kun qudamlar ham boraman dedilar. Keyin kelinim aytdilar, borib o'tirmay, ona oyijon borganlar dedi. Nima nechta odamlar qarindoshlari bormoqchi bo'luvdi Toshkentdan. Mani eshitdi, men kelinim meni biladi-ku, o'g'lim ayoli. Borishmadi. Men o'zi bilgan odamlar, men borib kelganman, bir tiyinga qimmat deyman. Endi o'shanaqa, o'sha iymoni bor odamlar ogohlantiryapti. Aylantirgan o'zi qoldi просто. O'shanaqa. Sizga rahmat. Uni videolar tashlab yuboring menga. Bo'ldi. Mana shu nomerimda Telegram bor. Bu anaqa YouTube'da chiqqan edi bu, qaqada o'sha kishi YouTube'ga qo'ygan o'sha reklamasini. Ha. O'sha bo'ldi, o'shani nima qiling, menga tashlab bering o'sha olgan videolaringizni. Sizdan iltimos. Mani videoyim o'chib ketgan. Ana u Telegramga qo'ygan ekan o'sha videoni. Ha. U Telegram o'sha anaqa YouTube'da bor-ku, o'sha qo'ygani. Anaqa o'sha odam qo'ygan. O'sha boshqa odamda. Ha, u odamni yurg'izayotgan, uni qo'lidan ushlayotganda meni kichkina o'g'lim bilan uni ukasi borgan, shu ukasi yurg'izgan. Meni kichkina o'g'lim yurg'izgan uni. Qo'lidan qo'l to'lab, xuddi uni u lecheniya qilgandek bo'lgan. Meni bolam bilan anaqa uni ukasi yordam berganda yurishiga. O'sha anaqasi chiqib ketgan. Ha, bo'ldi. Men uni ham ko'raman, bo'lmasa shu eski 2022-yillardagi narsa u. Ani oyog'i qiyshiqroq yonida oq futbolka yoshroq bola, 17 yoshli payti edi shu paytda. 17 yoshar bola, o'rta bo'yli. Yonida anaqasi, akasi. Oyog'ida qiyshiq zo'rg'a Tolib degan. Kishi edi. Anaqa namanganlik edi u odam. Nima kasali edi u kishi ham. Endi mana shunaqa qilib aldayapti. Mayli. Yo, agar Telegramingizda bu, mana shunda Telegramingiz bo'lsa, imенно o'shani jo'natib yuboraman. Ha, o'shani jo'natib yuboring, men ko'ray o'shani. Ko'rasiz. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling, xo'p.